Mana bugun laboratoriya mashg'ulotda mustaqil ishda o'zimni mavzuga oid sxemalarni qurib ko'rdim. Bu mavzuni qisqartirishgan motorli asilon motorni Enteng FS shaklida grafikini qurish edi. Bu yerda sxemani qurdik. Mana kabina orqali sxemani ulab, bu yerda qurish tokini topdik. Undan tashqari nominal token topdik. Mana hozir ishga tushirib, buni rejimlarini tekshirib ko'ramiz. Birinchi rejimi, ikkinchi rejim bo'lyapti. Kosinus filarini aniqladik. Shu orqali hamma rejimlarni o'zgartirib ko'rib olsak bo'ladi bajarilgan ishimizda. E'tiborlaringiz uchun rahmat.